Bunaqa narxga 3 qavatli hovli menimcha topa olmasanglar kerak. Binoyimiz 300 kvadrat metr tashkil qiladi. 2.3 sotig'iga qurilgan. Sergeli tumani Mohichehra ko'chasida joylashgan. Orientirimiz Sergelidan Yujniy vokzalga chiqib ketaverishdagi Mustang zapravkani yonidagi mahallaga kirib kelinganda bo'pti. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. Bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Binoyimiz bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, ko'rib turganingizdek suvoqdan chiqqan korobka holatida. Kirishimiz bilan mana shu chap tomonimizga bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarida maza qilib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimiz bo'lsa mana shu o'ng tomondagi devorga yopishtirilib, orqa devordan va mana shu chap devorimizdan qochirib keyin qurilgan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Aynan mana shu joyimizni yozgi oshxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Nega yozgi oshxona qilinishini sal keyinroq tushuntirib o'taman. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalari bor. Hozir sizlar bilan endi birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni sizlar bilan videomiz davomida ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizga hovli orqali va binoyimizning ichidan ham kirsa bo'ladi. Hovliga chiqib ketadigan alohida shunaqa eshik qilib qo'yilgan ekan. Bu yoq oshxona bo'ladigan taqdirda mana shu joyimizni yozgi oshxona qilib olsanglar, ikkita oshxona yonma-yon tursa, qulayroq bo'lishi uchun mana shu joyimizni yozgi oshxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Birinchi qavatimizning iliq pollari ko'rib turganingizdek montaj ishlari qilib qo'yilgan, stяжка qilinsa bo'ldi. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, bu xonamiz zal uchun mo'ljallangan. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan, qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzyeli bor. Bu joyimiz sanuzyel uchun mo'ljallangan. O'zingizlarning fukusingizga, didingizga qarab bemalol ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Bu joyimiz bo'lsa общий sanuzyel uchun mo'ljallangan. Sanuzyulimizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Orqa hovlimizga bo'lsa mana shu zinamizni tegidan tushiladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham koridor, ikkinchi qavatimizda xonalarimizning ham hammasi razdelli. Bu yoqdan bo'lsa 3-qavatga chiqsa bo'ladi. 3-qavatimizni ham videomiz davomida ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda spalnyamiz joylashgan. Uyimizning ichki qismini ba'zi xonalari ham ko'rib turganingizdek suvoqdan chiqqan. Birinchi qavatimizda oshxona bilan birga 3 ta xona, ikkinchi qavatimizda 4 ta xona, uchinchi qavatimizda bo'lsa svobodnoy planirovkada o'zingizlarning xohishingizga qarab bemalol xonalarga ajratib olsanglar bo'ladi. Bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa boshqa xonamiz, bu yoqdan ko'rib turganingizdek devor qilingan. Buni oxirigacha yetkazib qo'yilsa bo'ldi. O'shanda ikkita xona bo'ladi, ikkita eshigi bor. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzyelimiz joylashgan. Uni yonida bo'lsa bu xonamiz детская spalnya uchun mo'ljallangan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda 3-qavatimizni ham ko'rib chiqamiz. 3-qavatimiz bo'lsa svobodnoy planirovkada mana shu joyimizning o'ziga yana kamida 4 ta xona qilib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda 5 ta oyna uchun joy ajratib qo'yilgan ekan. Uyimiz katta oila uchun mo'ljallangan. 2 ta oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Hovlimizni va mahallamizning tepadan ko'rinishi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz.
Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, shunaqa keng planirovkadagi mahalla ekan. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Sergeli mashina bozori, Sergeli dehqon bozoriga ham, katta yo'lga ham va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamizning o'rtasida bo'lsa, shunaqa детская площадкаlarni ko'rishingiz mumkin. Uyimizni ko'rdinglar. Hozir aytib o'tganimdek, katta oila uchun mo'ljallangan, zo'r planirovkada qurilgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa chiroyli, katta oila uchun mo'ljallangan hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.